yuqori qon bosimi va bosh og'rig'ida, gepatit B va jigar kasalliklarida, tananing turli qismlari falajligida, asosan oyoqning pastki qismida, qon aylanishi buzilganda, ayniqsa yomon qon aylanish sistemasida, ayollar jinsiy kasalliklarida, ostopatiyada, pnevmoniya va astma, nafas yo'llari kasalliklarida. Zulukni uy sharoitida mustaqil ravishda olish xavfli, chunki har bir kasallikda zulukning o'zining maxsus qo'yilish nuqtalari bo'lib, buni geruda mutaxassis tomonidan bajarilganligi xavfsizroqdir. Zuluk so'lagi tarkibidagi gerudin moddasi qonni suyultirib berish vazifasini bajaribgina qolmay, o'lgan nervlarni tiklash, insultdan keyingi falajliklarda, qon aylanish sistemasi, gormonal narusheniyalarda, organizmning turli xil kasalliklarida juda ham katta foyda beradi. Ayniqsa infeksion kasalliklarda zulukning so'lagi tarkibidagi organik kumush 600 dan ortiq infeksion kasalliklarni davolaydi. Video sizga foydali bo'lgan bo'lsa, sahifamga obuna bo'ling. Agar zulukning foydasini haqiqatan his qilmoqchi bo'lsangiz, Bibi klinikasiga tashrif buyuring va zuluk muolajasini qabul qiling. Murojaat uchun telefon raqamlarimni qoldiraman. Sog' salomat bo'ling.